Bilasizlar, bizlarda son emas sifat birinchi o'rinda turadi. Bu gapim bilan nodajakman. Mashinani yilini emas, mashinani narxini, mashinani holatiga qarab baho berish kerak. To'g'rimi do'stlar? Shu ko'rib turgan 2009-yilda ishlab chiqarilgan mashinamizni yili sal eskiroq, lekin holati ideal holatda turibdi. Ko'rib o'zlaringiz baho beraversizlar. Mashinani ходовой chaslana 1000 so'm расход qilmaysizlar. Xullas, mashinamiz tayyor holatda. Korobka zadniy mostlarida seslar yo'q. Kraska sangiran bo'lsak, faqat zang joylarini kraska sapilgan. Narxini kelgan bo'lsak, narxini ham shikoyat narxda qilib beramiz do'stlar. Video davomida narxini ham aytib o'tamiz. 13 lik diskga ballonlar qo'yilgan, bo'shindan yana ko'rishlaringiz mumkin. Xullas, mashinani olish kerak, haydash kerak. Salon qismini ko'rsangiz, salon qismi ham akkuratniy holatda turibdi. Narxini kelgan bo'lsak, narxini shikoyat narxda qilamiz dedik-ku. 45 million so'm pul aytamiz, ustida qaytib kelishib beriladi. Mashinani bemalol ustaga olib borib, tekshirib, keyin savdo qilsangiz bo'ladi. Bizlarni qo'llab-quvvatlab, like'larni bosib, kommentariyalarda o'z fikrlarini qoldirgan yurtdoshlarimizga alohida minnatdorchiliklarimizni